Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz baliqlar katta sinfining umumiy tavsifi hamda sistematikasi. Men Hayitova O'g'la Ziyodullaeva, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi. Demak, aynan baliqlarning umumiy xususiyati bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, baliqlar ham to'garak og'izlilar singari jabra bilan nafas oladi. Halqumini 5-7 juft jabra yoriqlar teshib o'tgan. Lekin to'garak og'izlilardan farq qilib, baliqlarning og'zi harakatchan jag'lar bilan ta'minlangan. Bundan tashqari baliqlarda bir juft ko'krak va bir juft qorin suzgichlari paydo bo'lgan. Ular muskuldor kuchli dumi hamda juft ko'krak va qorin suzgichlari yordamida suvda tez va chaqqon harakatlanish bilan sekin harakat qiladigan to'garak og'izlilardan farq qiladi. Baliqlar sinfi umumiy tasviri bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Sistematikasi demak, xordalilar tipi, umurtqalilar kenja tipi, bosh skeletlilar kraniata guruhi, katta sinf baliqlar sinfi, tog'ayli baliqlar, kenja sinf plastinka jabralilar, turkum akulalar hamda vakil tikanli akula misolida tanishib chiqamiz. Baliqlar katta sinfi. Baliqlar og'zida harakatchan jag' apparati bo'lishi bilan to'garak og'izlilardan farq qiladi. Juft harakat organlari ko'krak va qorin suzgichlaridan iborat. Hidlash teshigi bir juft. Jabra yaproqlari ektodermadan kelib chiqqan. Tanasi odatda tangishlar bilan qoplangan. Baliqlar to'garak og'izlarga qaraganda ancha yuqori turadi. Bu ularning chaqqon harakatida, oziqni aktiv ovlashda, umumiy xatti harakatida va tashqi muhit ta'sirini qabul qilishda va unga moslanishda namoyon bo'ladi. Baliqlar silur davrida chuchuk suvlarda paydo bo'lib, devon davrlarigacha suv havzlarida hukmron guruhga aylangan. Devon davrining boshlab baliqlar bir qator tarmoqlarga bo'linishi aniqlangan va hozirgi vaqtgacha sinf ahamiyatga ega bo'lgan ikkita tog'ayli baliqlar va suyakli baliqlar katta sinflarga bo'lingan. Tog'ayli baliqlar sinfi umumiy xarakteristikasi. Bular hozirda keng tarqalmagan, ya'ni 600 ga yaqin turlari mavjud. Baliqlar guruhi bo'lib, ularning ko'pchiligida sodda tuzilish belgilari va bir qator progressiv belgilari ham namoyon bo'ladi. Skeleti butun umri davomida tog'ayligicha saqlanib qoladi. Ularning terisi plakoid tangachalar bilan qoplangan, jabra yoriqlari nisbatan 5-7 juft. Juft suzgichlari gorizontal joylashgan, suzgich pufaklari bo'lmaydi. Ichki urug'lanish, ko'p turlari tirik tug'ishi hosil. Bu sinf ikkita kenja sinfga plastinka jabralilar va yaxlit boshlilar, ya'ni ximeralarga bo'linadi. Tashqi tuzilishi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Bu esa ichki tuzilishi. Nafas olish organlari. Har bir jabra yorig'ining bir uchi halqumga, ikkinchi uchi mustaqil tashqariga ochiladi. Jabra teshiklari jabralar aro keng to'siqlar bilan bir-biridan ajralgan bo'lib, bu to'siqlar tog'aydan iborat jabra yoylari joylashgan. Jabra yaproqlari jabra yoriqlarining oldingi va orqa devorida joylashib, yarim jabralarni hosil qiladi. Skeleti butun umr davomida tog'aydan iborat bo'ladi. Oq skeleti umurtqa pog'onasi va miya qutisidan tashkil topgan. Umurtqa pog'onasi ikki qismga, tana va dum qismiga bo'linadi. Nerv sistemasi. Bosh miyasi nisbatan katta. Nerv moddasi faqat oldingi emas, miyaning osti va yon tomonlarida, balki uning qopqog'ida ham bo'ladi. O'rta miyasi yashil rivojlangan, miyachasi katta. Ayirish organlari. Bu tasvirda ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu rasmda erkak akulaning siydik tanaffus sistemasi, B rasmda esa urg'ochi akulaning siydik tanaffus sistemasi ko'rsatib o'tilgan. Ovqat hazm qilish sistemasi og'izda harakatchan tog'aydan iborat jag'lari mavjud. Hazm sistemasi og'iz bo'shlig'iga kirib oladigan og'iz teshigidan boshlanadi. Og'iz teshigidan keyin esa halqumdan qizilungacha tutashadi va qizilungacha esa o'z navbatida oshqozon bilan tutashgan. Va oshqozondan keyingi qismi esa u yerda ichaklar bilan bog'langan va ichaklar ham shartli ravishda bir qancha turlariga bo'linadi. 12 barmoqli ichak, o'rta ichak va keyingi ichak. Keyingi ichak esa to'g'ri ichak, ya'ni o'sha klopaga ochiladigan ichak hisoblanadi. Jinsiy organlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. A rasmda skatning tuxumi ko'rsatilgan, B hamda Vda esa akulaning tuxumlarining rasmlari ko'rsatib o'tilgan. Qon aylanish sistemasi. Bularda suyakli baliqlardan farqli ravishda asosan arteriya konusi shakllangan, suyakli baliqlarda esa aorta konusi shakllangan. Akulalar turkumi vakillari bolg'a boshli akula, dengiz farishtasi, gigant akula, kitsimon, kulrang akula ko'rsatib o'tilgan.
yo'lbars akula, oq akula, skatlar turkumi vakillari, dengiz mushugi, arra baliq, dengiz tulkisining qorin tomondan ko'rinishi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz aynan tog'ayli baliqlar sinfi bilan tanishib o'tdik. Keyingi darslarimizda esa suyakli baliqlar bilan mavzuyimizni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.